Baliq ovlashning ham o'z tartib-qoidalari bo'lib, ba'zi mavsumda baliq ovi mutlaqo taqiqlanadi. Ekologiya qo'mitasi tomonidan belgilab qo'yilgan apreldan 1-iyungacha demak baliq ovlash taqiqlanadi. Sababiki demak bularning ko'payish mavsumi, tuxum qo'yib ko'payadi. Shu paytda baliq ovini taqiqlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan bo'lgan fuqarolar esa ushbu qoidalarni chetlab o'tgan holda muhofaza qilinadigan ko'ldan baliqlar ovlashdi. Mutaxassis so'zlariga ko'ra, ovlangan baliqlar miqdori juda ko'p va eng yomoni ovlangan baliqlar orasida O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan tur ham bor. Bu orqali fuqarolar tabiatga katta miqdorda zarar yetkazgan. Qoraqir tabiiy suv havzasi hududidan g'ayriqonuniy ravishda 342 dona zog'ora, 2 dona O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan Turkiston mo'ylovdori baliqlari ovlangan. Qarorga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, viloyat prokuraturasiga amaldagi qonunchilik asosida chora ko'rish uchun taqdim etilgan. Tabiatga yetkazilgan zarar 717 million so'm hisoblanib, amaldagi hujjatlar taqdim etilgan. Holat yuzasidan bunday jarima miqdori belgilanishida nimalar hisobga olingan? O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan noyob va kamyob turlarning jarimasi birinchidan yuqori bo'ladi. Ikkinchidan, hammamizga ma'lumki, buyurtmaxonalar bor. Buxoro viloyatida ham Xaticha ko'li, Qumsulton ko'li, bundan tashqari Qaraqir ko'llari buyurtmaxona maqom berilgan. Shu uchun mana shu buyurtmaxona yoki baliq ovlash taqiqlangan hududlardan baliq ovlangan paytda bularning ham jarimasi yuqori qilib belgilanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Buxoro viloyatida baliqlarning 18 turi uchraydi va shulardan 6 turi ovlanadigan toifaga kiradi. Ammo har doim ov qilish ruxsatnomasiga ega bo'lgan holda ov qoidalariga rioya qilish zarurligini unutmaslik lozim. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.